Aka telefon bor edi. Assalomu alaykum. Yomon gapirasiz, aka. Tushmadi. Yo'q, telefon tushmadi, aka. Sekinroqda. Ha, bo'ldi, olib qolamiz, aka. Xo'sh, mana ekran ginat qiladi, короче. Uy, odam sensa, xo'p. Xo'sh, mana buni ekranni alshtirish kerak. Ha. Voy tavba. Aka, mayli, alishtirib olamiz. Uni yerga tashlash shart emasmi? Bez ekran o'rnida olib qolamiz-da, to'g'rimi shunda? O'zbek qiling telefon. Buni 7 soat tushib qolibdi, buni ochib berasizmi? Yo'q. Ochib bermaysiz? Voy tavba. Zapchashka olib qoling shuni. iCloud bormi buni? Ha, mana turibdi-yu. Yo'q, iCloud bormi bu parolida, ustidagi, ichida ham iCloud bo'ladi bir xillarni. Ya, unisini bilmadim, aka. Unisini bilmadingiz? Yomon qilmadingiz chiqib? To'g'rimi? Ha, ushlab tur. Xudo xolisa. Buni necha pul deyapsiz buni? $100. 100? O, qimmat u. iCloud'ni ochib bersiz, olib qolaman lekin 100 ga. Qoling. 100 ga iCloud, agar iCloud bo'lmasa 100 olaman, maylimi? Bo'ldi, barakalla. 100 ga. Xudo xolisa buni ko'rib olamiz, ustiga ochtirib olamiz. Prashka qildirib olamiz. To'g'ri, mana bunday dabdala qilibsiz ekan. Men yonadimi o'zi? Ha, yonadi, qarang. Yonmayapti-ku bu. Hech narsa qilmagan, ha? Ha, ishlaydi, aka, 100%. Necha pul deyapsiz buni? 100 ming. 100? Kilo $100 Ya bo'ldi, xudo xolisa kiloni olib qolaman. Qarang, buni hozir tushamiz-da, ekran qo'yib qo'yamiz kiloga. Mana prashka qildirib qo'yamiz. iCloud bo'lmasa olib qolaman. Muammosiz? Bo'ldi, xudo xolisa mana baraka. Hozir toping, pulni sanab beraman sizga. Aka. Baraka. Haqiqiy. Ha, haqiqiy. Bo'l aka. Bo'l. Muammo bo'l, charchamang. Charchang, joningiz sog' bo'lsin. Bor, sanat.